Assalomu alaykum tuğanlar. Bugün 19 mart bo'lib qoldi. No'qotdagi buqa bozorda totos tuğanlar bucha olishdi. Ushul buqa qancha ekan bo'lsa? 125 ga bergan tatib qo'ydi. 125 ga sotilib olibdir. Ushul buqa tuğanlar. Negizi tuğanlar, bugündagi buqalar oz kiribdir, majallar to'lib ketdi negizi tuğanlar. Qancha ekan bo'lsa? Tapma deganlarda tapmaysiz bunlar. Qancha bo'lsa ekan bu? 5. Tapmay qo'yaymi? Ya boshini aytib qo'ying bo'ldi. 110 ga sotilib olibdi bunlar. 110 mingga. Ya qancha ekan o'shun bo'lsa? 120 ming, ha? Bu jashi qancha ekan? Sizniki qancha ekan? 170 ming so'm ekan to'g'ri, shu qarasa. 170 ming. Ya sotildimi? Qancha oldi? Bilmayman. Qancha oldi aka? Qancha? So'yib olishqami? Qanchadan bo'ldi o'shanda? Bosni aytib keldi. Oq buqani qanchada ishlar aka? Oq bukan 150 deyapti. 150 ming so'm. Jashichi bu? Yashi 3 yashar. 3 yash, ha? Qancha oy boqdingiz aka shuni? 5 oy boqdi. 5 oy boqdingiz. Tortib ko'rdingizmi? Qancha kilogram chiqdi? Yo'q, tortmadik, tarozi chiqmabdi-yu. Taroz jo'q ekan bu, ha? Taroz jo'q ekan. Qancha ekan bo'lsa? Bo'lsa mana bo'ladi. Qancha ekan aka bo'lsa? Ha? 230 ming so'm ekan aytilish bo'lsa. 230 ming so'm. Sev. Ya qoshqa buqa qancha ekan qoshqa buqa? 150 ming so'm. 150 ming so'm ekan to'g'rilar. Majada realdi bo'lardi. Tatosi o'nar bunaga. 1 yash, 1,5 yash to'poq tordi. Qancha oldi aka shun? Yemi. Qancha deysiz? 3'unu deyapti. 3'unu? Qancha qiluvdi shu 3'unu? 126 mingga so'rayapti to'g'ri 3'unu. Qancha oldi aka shu turpoq? 42,5. Erkek ha? Erkek. Qaysi shu bu? 45,5. 45,5 so'm berib qoldi. 45,5 so'm bo'ldi. Qancha ekan bo'lsa? 40 ming so'm aytilish bor. Qancha so'radi aka? Har qanday? 40 ming so'm deydi aytilish bahsi. Qanchadan bular aka?
Bağısı kaçadan? Qanday deysiz? Ha, 35-45 ekan to'g'ri. 35-45 ming deydi. Ya qancha so'radi shuni? 45 so'radi. Yashi 1 yash bormi? Ha, 1 yash bo'ldik. 45 ming so'rab turdi. 45 ming. 45 ming so'radi. Qanchadan bular? Qancha ekan shu? 25-45 ming ekan. Bu erkak ekan. Sizniki qancha? 22,5 ha, 22,500 so'm ekan. Urg'acha ular? Erkak ekan to'g'ri. Qancha verdingiz? 31 ming to'g'ri. Ya qancha ekan shu to'piq? 15 ga berdim. 15 ga urg'achi u? Erkak. Erkak. 15 ga sotilib o'tdi. Narxlar qanchadan narxlar? 40, 35, 30. Erkak ekan ha? Erkak. Kesirpa. Ya shular qanchadan ekan, ha? Taqsir? 35 dan. Aytilish bahosi. Erkak to'rpoqtor. Qanchadan bahos ekan bular? Bundan. Qaysi? Buna qara. Bu 33 oldu. 33. So'rab o'tavi. Buni qancha so'radi? Bunu 20. 20 ming so'radi. Sodangiz bersin ekan. Qancha ekan bahosi? 25 ming. Erkak to'rpoq fonda. Shuni qanchada otasiz? Qancha ekan bahosi? 20 ming so'm erkak. Qanchaga so'rab otadimi shuni? 18. 17-18. Ha. 17-18. Ya urg'ochi bu? Erkak erkak. Qancha ekan? 15 ga ketdi. 15 ga sotilib turdi. 15 ga. Ya sizniki qancha? 15 ming. Urg'och erkak. Urg'och. Ya qancha bo'ldi shul? 37 ming so'm. Erkak a? Erkak. 37 ga olib turdi mana. Shunaqa. Ya qancha ekan ushul aka? Ha? Aldık 19,5. 19,5 ga olib turdi onlar. Erkak urg'ochi. 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 Ha. Qancha ekan shul aka? Qancha ekan bahosi aka? 25 dan. Urg'ochi bular, ha? Urg'ochi. Yaxshi aka. Qancha oldi aka shul? Ya bilmedik. 24 ming bo'ldi to'g'ri, urg'ochi. 24 ming. Qanchadan bular to'rpoqlar? 28 ming so'm bo'ldi. Urg'och to'rpoqlar. Urg'och to'rpoqlar. Ben de YouTube'a